أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Birinchidan bilamiz tarixlardan, kitaplardan bizning tatar bobolarimizga endi Ibn Fadlan kelgancha munda islom dinining asarlari bor edi. Hatto islom dini munda bor edi, namoz o'qishlar bor edi deb Ibn Fadlan o'zining kitoblarida da yoza aning turunda. Lekin rasmiy ravishda bizning Bulg'ar bobolarimiz 922-yilda islom dinin rasmiy ravishda qabul etilar. Niçin irikli ravishda? Chunki Ibn Fadlan dini biz turunda siylagash, o rivoyatlarga qarab endi biz bilamiz, bu vaqtdagi Bulg'ar podshosining yoki amirining qizi Beknik Avriy ham endi ol qizini davolay olsangiz islom dinini qabul etamiz degan rivoyatlar bor. Albatta ular Qur'on oyatlari bilan ish kirib, duolar qilib, bu qizning salomatligine sababchi bo'lalar. Albatta shifoni Alloh beruvchi. Ham endi Bulg'ar bobolarimizga bu din bekniq ushadi. Butun yoqdan da, axloqiy yoqdan da, muomala yoqindan da, dinning shul qadar ko'rkamligi yog'indan da ushadi. Ham endi ular shu dinni o'z tilaklari bilan davlat darajasida davlat dini etib qabul etdilar. Ham endi mana alhamdulillah bu yil endi 1100 yil bo'lashaq bizning tatar xalqimiz, tatar Bulg'ar xalqimiz shu dinni tutqanga. Albatta shu dinni erishtirir için mana o'zingiz o'ylab qarag'iz, 1100 yil o'tdi. 1100 yil ichida alla narsa bo'lirga mumkin edi. Balki biz dinimizni yo'qoltirga mumkin edik. Ammo lekin shu 1100 yil davrida shu din saqlanib kelgan, tilimiz saqlanib kelgan. Demak bizning ota-bobolarimiz bekniq birshilgan shu din har vaqtda da bo'lsin, axloq bo'lsin, iman bo'lsin, til saqlansın deb ular jonlarini fido qilganlar. Ular uksi jilab duo qilganlar. Ham mana shu bobolarimizning duolari, ularning tirishliklari mana bugungi kunda shag'alovul. Alhamdulillah masjidlarimiz bor, madrasalarimiz bor. Hatto bizning abilarimiz mana 20 yiroq ketasi yo'q, 15 yil hatto ilk, 20 yil ilk xiyollanib da qaramaganlar Bulg'ar yerinde akademiya, islom akademiyasi bo'lashaq deb. Shunga ko'ra bu bek zo'r vaziyat, ham bizning uchun bek zo'r g'ururlik deb aytar edim. Shu dinimizni bugungi kunga qadar tutuvimiz. Bulg'ar bobolarimizning mana eng zo'r qozonishi deb aytarga kerak, u Abu Hanifa mazhabi. Ular shu mazhabni qabul etganlar. Ham shu mazhab bugungi kunga qadar ul aktual. Aytirga kerak, shu mazhab bilan biz dinimizni öğrendik, dinimizni saqlab keldik. Ham shu Bulg'ar bobolarimizdan olib bugungi kunga qadar bizning olimlarimiz bor. Shu Abu Hanifa mazhabini davom etuvchilar, Abu Hanifa mazhabini o'rgatuvchilar. Ham endi aytasi kela Abu Hanifa mazhabi ul Turkiy xalqlarda bekniq taralgan. Bizda Turkiy xalqqa kiramiz bitinde. Ham endi Rossiyada da shulay ul keng qilash olgan mazhab bo'lib sanala. Ham ul albatta Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatini ham Qur'oni Karimda bo'lgan bütün amirlar bilan to'g'ri kela, ham bir da shitga ketmagan. Ammo lekin bugungi kunda bor shunday radikal og'imdagi kishilar, kimlar mazhab kerak tugul, bu kerak tugul, bu durust tugul, g'urf-odatlar kerak tugul deb nindir bir yangilik kiritilar. Endi ota-bobolarimiz 1000 yil davrida shu mazhabda bo'lib, bütün illar bilan, musulmon illari bilan totuv yashaganlar ekan, hatto boshqa din ahllari bilan da totuv yasharga eratgan xalq biz. Ham endi shu mazhab bilan ishlaganga ko'ra shunday darajaga erishganlar deb sanayman men o'zim. Ham bugungi kunda shu mazhabning darajasi ul Tatariston'dagına tugul, hatta
başka illerde de, başka Müslüman illerinde de anın derecesi күренә. Anın faziletleri bik köp Ebu Hanife Hazretleri turunda. Anın turunda ayrım belki silerge kirek bulur. Lakin tüp mesele neseden gıberet? Bizim Tatar halkımız şuşu mezhebini tutup elhamdülillah zor galim buldular, zor derecelerge eriştiler, bütün galimlerge tanıldılar. Haminde hatta şuluk Şihab Mercanini alığız, Galimcan Barudini alığız. Alar barısı da Müslüman illerine tanılgan galimler bulup sanalar. Haminde bugün günge de elhamdülillah alarını bileler, alarını okuyorlar. Haminde bizim hazır günde de şu Hanefi mezhebin devam etüşü hazretler, müftiler, bizim Tataristan Dini Nezaret Reisi Müfti Kamil Hazret'te şu mezhebini alğa sürüşlerden deyip sanayım. Allah Teala yardımcılardan bulsun. Amin. Şaralarga kirgende indi mında indi köbrek diniye nazaratı bu şaralar bilen şug'ullana. Lakin biz yıl sayın Bulgar jiyininde qatnaşırga tırışabız. Şuşu ulu babalarımızga dua qılırga tırışabız. Çünkü alar şuşu mirasını bizge eriştirdiler. Alar bik zor rahmetke, şükürge iya bulgan zatlar. Eğer de biz alarga rahmet etmesek, Allah'a da rahmet etmeyen kibik bulup çığa. Şuna göre biz anda barıp ruhlarını dua qılıp qaytabız. Haminde bu yılda Bulgar babalarımızın İslam dinini kabul etübüne 1100 yılga bağışlangan şara bulaşak şuluk Bulgar yerlerinde ham nindi yangalık bizni küte biz elege aytalmayız. Lakin inşallah bik kızık bulur deyip ümitlenemiz. Haminde nindir bir yanga eber kururbiz, yanga narsa tabırbiz deyip ümitlenem. Indi Allah Teala bizden Müslümanlarga yardım etsin. Şu cumhuriyeti bizge Allah Teala ham barşa ili bizge tinchlik, eminlik nasip eylesin. Tagın da yanga buğunlar bulsun deyip tilep kalabız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.